Siz so'radingiz, biz esa tayyorladik. Bugungi video obzorimiz hammaga tanish bo'lgan Jack X200 mini gruzavigi bo'ladi. Aynan bartavoy variantini sizlarga A'dan Y'sigacha hammasini ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum, China Motors kanalining obunachilari va kuzatuvchilari. Barchangizni ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Videomizni boshlashdan oldin esa har doimgidek like hamda podpiska tugmasini bosib qo'ying va ushbu videoni yaqin tanishlaringizga jo'natib qo'ysangiz xursand bo'lamiz. Qani boshladik unda. Hurmatli obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar, Jack X200 hozirgi kunda yo'llarda ko'p uchraydi. O'zining mustahkamligi bilan qolgan mini gruzaklardan ajralib turadi. Hozir birma-bir bundan tashqari nimasi bilan afzalliklarini ko'rib chiqamiz. Tashqi ko'rinishdan hamma aytishi mumkin, Kia Bonga bilan Hyundai Porterga o'xshab ketadi. Ha, xuddi shunday o'xshab ketish joylari bor, lekin farasi o'zgacha, fara sal boshqacharoq qilingan. O'zining Jack logotiplari hammamiz bilamiz, xrom detallar asosida bo'ladi va bamper qismimiz tumanka joylashgan va bu yerda reshotkamiz albatta plastmasdan iborat hamda nomer qo'yadigan spetsialniy postavkamiz. Dvorniklarimiz hammamiz bilamiz, hozir suv sepadigan narsalar bu yerda bo'lmaydi. Aksincha o'zining dvornigiga o'rnatilgan, bu anchagina qulayliklarni yaratadi. Bundan tashqari bokovoy oynalarimiz kattagina hamda bu elektron hisoblanadi. Bemalol ichkaridan o'tirib olib, buni nazorat qilib, ya'ni o'zingizga moslashtirib olsangiz bo'ladi. Zo'ra. Jack X200 mini gruzavigida ikkilik motor o'rnatilgan. Ushbu motor Grand Jet hisoblanadi va hammamiz bilamiz, yaponlar tomonidan ishlab chiqarilgan. Ot kuchiga keladigan bo'lsak, 147 ot kuchini o'z ichida jamlagan hisoblanadi. Benzin bo'ladi va eng asosiysi, bunga siz bemalol metan hamda propan qiynalmasdan o'rnatsangiz bo'ladi. 100 kilometrga yoqilg'i sarfi esa 8 litrni tashkil qiladi. Iloji boricha bunga 92 dan tepa qo'ysangiz juda ham moyil bo'ladi. Ushbu X200 mini gruzavigimiz bartavoy hisoblanadi va bortining o'lchamlariga keladigan bo'lsak, uzunligi 3 metr 11 santimetr tashkil qiladi, eni 1 metr 70 santimetr va balandligi, ya'ni ichkari tomondan hisoblaganingizda 36 santimetrni tashkil qiladi. Ushbu mini gruzavik qancha yuk ko'tara oladi? Siz albatta bu savolga hozir javobni bila olasiz. Dokument bo'yicha 1 tonna 900 kilogramm yoziladi, lekin o'zbekchilikda siz bemalol 3-3,5 tonnagacha yukni bossangiz bo'ladi. Sinovdan o'tgan va bemalol yuklasangiz bo'ladi. Endi shuncha yukni nima ko'tara oladi? Albatta buning shassi juda ham mustahkam qilingan. Orqa tomonda 6 ta mustahkam risor o'rnatilgan va bu qo'sh balonli hisoblanadi. Balonlarning razmeriga keladigan bo'lsak, 155 R13S balonlari bo'ladi. Yukki uchun mo'ljallangan balonlar. Oldiga nazar solamiz. Demak, oldi qismi bu podveskali hisoblanadi, ya'ni hammamiz bilamiz, bu juda ham yumshoq bo'ladi va oldiga 15 lik balonlar, radiusli balon o'rnatilgan. 195 ga 70 R15S balonlari. Bu ham juda ham mustahkam balon hisoblanadi. Endi esa salon qismiga navbat keldi. Salon, demak, eshik ochishimiz bilan bizga nima keladi? Ko'rishimiz mumkin, o'zining maxsus xrom detallar asosida ishlangan eshik ochish uchun ruchka, plastikga nazar solamiz. Plastik oddiy plastik emas, ya'ni arzon plastik emas, yaxshi plastikdan qilingan. Oynalarimiz elektron hamda yon bokovoy oynalar. Bu ham elektron. Boya aytib o'tganimdek, ichkaridan bemalol o'zingizga moslashtirib olsangiz bo'ladi. Podstakanchik qismi maxsus dinamik, akustika va bas ham bor ekan. Qani, bismillah. Endi demak, joylashuv, sidenani joylashuv juda ham qulay. Nega bunday deyotganimni hozir bilib olasiz. Bemalol orqaga sursangiz ham bo'ladi yoki bemalol o'zingizga orqa tomondan moslashtirib olsangiz ham bo'laveradi. Demak, bu bo'yi uzun yoki gabaritli insonlarga bemalol bo'laveradi. Hech ham xavotir olmasdan sotib olsangiz bo'ladi. Rulimizga ahamiyat beramiz. Rulimiz elektrousilitsiyali rul, gidravlikalar уже orqada qolib ketdi. Hammasi elektronikaga o'tib ketyapti. Tabloyimizga nazar solamiz. Taxometr bu yerda o'zining maxsus
qancha benzin qolgani hammasini ko'rsatib turadi va o'rtada ko'rishimiz mumkin yuqori tezligimiz 160 km/soatgacha ekan. Juda ham zo'r. Bundan tashqari konditsioner, pechka hammasi o'rnatilgan, magnitofon deymizmi, USB bemol flashka qo'yib, radio yoki eshitib ketsangiz bo'ladi. Torpedkalarga ham e'tibor beramiz, juda ham chiroyli. Bu yerda maxsus joy bor va bartachogini ham qo'ysangiz bo'ladi, ko'rsangiz bo'ladi. Juda ham chuqur, anchagina narsa sig'dirsa bo'ladi. Bundan tashqari o'rtada bar mavjud. Buni ochsak bu yerda maxsus joyi ham bor. Xohlasangiz bu yerda choy ichasiz. Agar choy ichmayman desangiz, bu 3-o'rindiq sifatida ishlatsangiz ham bo'ladi. Ajoyib. Endi zavod tomonidan maxsus o'zining boksi bor. Bu yerda kerakli sizga narsalar, mashinaga kerakli narsalar joylashtirilgan. Zo'r. Kazirok ajoyib. Bu yerda maxsus ko'z o'ynak uchun joy ham tashab ketilgan. Ajoyib, zo'r. Svet chiroqlari barchasi mujassam. Salonga gap bo'lishi mumkin emas. Masalan, biz buni anchadan beri sotamiz. Biz albatta mijozlar bilan bog'lanib turamiz. Qanday fikrda mijozlar? Juda ham zo'r положительный, ya'ni hammaga ushbu mini gruzovik yoqqan va hamma bu mini gruzovikdan mamnun. Hurmatli obunachilarimiz, hurmatli kuzatuvchilarimiz, qo'ldan kelgancha Jack X200 ni sizlarga obzor qilib berishga harakat qildik. Endi buni siz hozirgi kunda qancha bilan sotib olsangiz bo'ladi? Bu hozir tayyor sotuvda turibdi. Yili ham 25 va 5-oy, ya'ni shu oy ishlab chiqarilgan, barchasi yangi. Narxi 248 million 640 ming so'm bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Agar 100% pulingiz yetmasa, hech ham xavotir olmang. Siz buni avtokredit va avtolizing asosida ham xarid qilsangiz bo'ladi. Bu yo'g'i 25% boshlang'ich to'lov bilan. Batafsil ma'lumot olish uchun albatta pastdagi raqamlarimizga murojaat qiling va China Motors kompaniyamizga tashrif buyuring. Barchangizga xayr va keyingi videolarimizda uchrashguncha deymiz.